Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz YouTube'dagi hozircha shu kanali va Kamina Shahriyor Amonov. AQSh Ichki xavfsizlik vaziri Kristi Noem 2025-yil dekabr oyida Green Card lotereyasi dasturini vaqtincha to'xtatishni buyurdi. DV 2027 Green Card lotereyasiga arizalar topshirish muddati o'tib ketgani bo'lsa-da, lotereyada omadini sinab ko'rishni kutayotgan millionlab insonlar orasida o'zbekistonliklar ham yo'q emas. Ichki xavfsizlik vazirining bayonotidan so'ng bizga Green Card bilan bog'liq turli savollar kelib tushdi. Bugun aynan mana shu savollarga AQShdagi migratsiya masalalari bo'yicha taniqli advokat Mirakmal Niyazmatov bilan onlayn bog'lanamiz va o'z savollarimizga javob olamiz. Assalomu alaykum Mirakmal aka. Dastlabki savolimiz bugungi kunda ko'plab saytlarda e'lon qilinayotgan Green Card lotereyasi dasturi to'xtatilganligi haqida xabarlar, yangiliklar asoslimi? Alaykum assalom Shahriyar, taklif uchun, efir uchun katta rahmat. Bu yangilik asosli. Shu haftaning payshanba kuni, demak, Ichki xavfsizlik vaziri Kristi Noem o'zining X yoki o'sha Twitter akkauntida, sobiq Twitter akkauntida post qilgan va bu postga ko'ra Prezident Donald Tramp buyrug'iga asosan men ham buyruq qilamanki, demak, USCIS Amerika immigratsiya xizmati DV Lottery, Green Card lotereyasi asosida ko'riladigan ishlarni to'xtatsin, vaqtinchalik to'xtatsin deb yozgan. Demak, u yerda ishlatilgan so'zga e'tibor beradigan bo'lsak, bevosita pause deyiladi, ya'ni vaqtincha to'xtatilsin deyiladi. Eslatma o'rnida USCIS Amerika immigratsiya xizmati Ichki xavfsizlik vazirligi ostida faoliyat yuritadigan idora bo'lgani uchun bunga bo'ysunadi. Bundan keyin bevosita ichki xavfsizlik vazirligi veb sahifasiga kirsangiz qo'shimcha hali ma'lumot yo'q, ammo buni tasdiqlab USCIS Amerika immigratsiya xizmati o'zining Facebook sahifasida ham bu haqda post qildi. Demak, hozircha DV Lottery dasturi bo'yicha ishlarni ko'rib chiqish vaqtinchalik to'xtatildi deb aytilgan xabar asosli. Lotereyalik Green Card dasturini to'xtatib qo'yishga Ichki xavfsizlik vazirining o'zi vakolati bormi? Ha, Shahriyar, vakolati bor. Eslatma o'rnida, demak, DV Lottery, Green Card lotereyasi dasturi bevosita Kongress tomonidan qabul qilingan qonunda belgilangan. Bu to'g'ri, ammo qonun ijrosi hamisha ijro hokimiyati qo'lida bo'lgani uchun va Ichki xavfsizlik vazirligi ham ijro hokimiyatini bitta parchasi bo'lgani uchun bevosita qonun ijrosi bu vazirlik vakolatiga kiradi va vaqtinchalik to'xtatib qo'yish vakolatiga ega deb hisoblayman. Shuning uchun ham o'zi o'sha Kristi Noem postiga e'tibor beradigan bo'lsak, ishlatilgan so'zlarni ehtiyotkorlik bilan ishlatgan. Demak, post vaqtinchalik to'xtatiladi deyiladi. Bekor qilaman deb yozilmagan u yerda. Bekor qilish chunki vakolatiga ega emas, qonun bilan belgilangan dastur bo'lgani uchun. Ammo o'sha muammodan bittasi, demak, bu vaqtinchalik to'xtatish qancha davom etadi degan savolga hozircha javob yo'q. Kelayotgan kunlarda, balki haftalarda qo'shimcha yo'riqnoma, qo'shimcha qoidalar chiqadi deb o'ylayman. Yana bizga eng ko'p berilgan savollardan biri o'tgan yil, ya'ni DV 2026 dasturi g'oliblari. Amerikaga kelmoqchi bo'lganlar ishi endi nima bo'ladi? Green Card lotereyasini yutib, hozir bevosita konsulligiga borib suhbatdan o'tib, immigratsion vizasini olishi kerak bo'lgan kishilarga ta'siri haqida gapirish biroz erta deb o'ylayman. Afsuski, ularga salbiy ta'sir qiladi deb taxmin qilishda biroz asos bor. Siz bilan suhbat qilishimizdan avval Shahriyar bevosita Amerika Qo'shma Shtatlarining o'sha Toshkentdagi konsulligi veb sahifasiga kirib, u yerda xabar bormi yo'qmi tekshirdim, hozircha xabar yo'q. Va eslatma o'rnida bevosita, demak, viza berish jarayoni konsullik vakolatiga kirgani uchun konsullik State Department, Tashqi ishlar vazirligiga ostida faoliyat yuritadi va ichki xavfsizlikka bo'ysunmaydi. Ammo ikkalasi o'rtasida kelishmovchilik bo'lib, ichki xavfsizlik xizmati vaqtinchalik to'xtatilsin, ammo konsullik yo'q, biz vizalarni berishda davom etamiz deb aytishi juda ham qiyin, ammo kelayotgan kunlar, haftalarda bu holat ancha aniqlashadi deb o'ylayman va bu haqida qo'shimcha ma'lumot post qilishimiz mumkin. Hozirda konsullikda suhbati belgilaganlarchi? Hozir suhbati belgilanib, faqatgina o'sha suhbatdan o'tishni kutayotganlar holatiga ham keladigan bo'lsak, demak, aniq aytish juda ham qiyin. Agar suhbat kuni siz uchun belgilangan bo'lsa va konsullik tomonidan bu suhbat bekor qilindi, keyingi suhbat kuni belgilanguncha kutasiz degan xabar kelmaguncha, agar aytaylik keyingi hafta juma kunga sizga suhbat belgilangan bo'lsa, bu suhbatga albatta borasiz. Sizga omadlar tilab qolaman, ammo salbiy ta'sir qilish ehtimoli bor. Bu suhbatlar bekor qilinishi mumkin deb taxmin qilish mumkin. Ammo suhbat belgilangan bo'lsa, albatta borib kelish kerak bo'ladi.
Ushbu o'zgarishlar fonida yaqinda konsullikka suhbatga kirib, GV Lottery asosida vizasini olganlarga salbiy ta'siri bormi? Bu juda zo'r savol. Agar Green Card lotereyasini yutib, suhbatga kirib, vizani olib chiqqan bo'lsangiz, tabriklayman. Bu holatda demak sizga viza 6 oyga berilganligi uchun hozir shoshmasdan sekin Toshkentdagi O'zbekiston ishlarimni tugatib keyin boraman Amerikaga deb taxmin qilayotgan bo'lsangiz, bu noto'g'ri bo'lishi mumkin. Eslatma o'rnida berilgan viza bu imtiyoz. Bu bevosita sizga berilgan qandaydir huquq emas. Uni sizga konsullik qanday bergan bo'lsa, xuddi shunday turli sabablarga ko'ra bekor qilish vakolatiga ham ega. Bu holatda bu vizalar bekor qilinadimi? Buni ehtimoli kam deb o'ylayman, ammo mumkinmi? Albatta mumkin. Shuning uchun ham agar siz suhbatga kirib vizani olib chiqqan bo'lsangiz, cho'zib yurmasdan qisqa vaqt ichida Amerikaga kirish eng to'g'ri ish bo'ladi. Demak, 2027-yil uchun start berilishi kerak bo'lgan GV lotereya ham hali beri boshlanmaydi, shundaymi? To'g'ri. Afsuski 2027-yil uchun start berilishi kerak bo'lgan Green Card dasturi ham hali beri boshlanmasa kerak. Shahriyor, o'z xabaringiz bor. Demak, oktyabrda boshlanishi kerak bo'lgan dastur qo'shimcha $1 to'lov evaziga kechikib ketdi. Chunki to'lov sistemasini ijro etilishi vaqt oladi. Mana endi hozir bu yangilik tufayli, demak, vaqtinchalik to'xtatildi deyiladi, ammo qanchaga to'xtatilishi haqida hozir aniq aytish qiyin. Ammo o'sha millionlab kishi kutayotgan bu dastur kelayotgan oylarda hali beri boshlanadi deb o'ylamayman. Keyingi savol, o'zi o'ynaladimi yo'qmi degan savol bor. Buni ham kafolati yo'q, afsuski. Yana eslatib o'taman, demak, ichki xavfsizlik xizmati qonun ijrosiga uchun mas'ul, ammo bu ijro qachon bo'lishi haqida to'g'ridan-to'g'ri qanaqadir majburiyatini to'g'ridan-to'g'ri qonundan chiqarib olish qiyin bo'lgani uchun buni xohlagancha cho'zib yurishi mumkin. Hozircha kutamiz, kelayotgan kunlarda, haftalarda ko'p narsa aniqlashadi. Kattakon rahmat Mirakmal aka, dasturimiz uchun vaqt ajratganingiz va savollarimizga javob berganingiz uchun. Hurmatli bizni kuzatuvchilar, yuqorida bizga kelgan savollarga AQShda faoliyat yurituvchi migratsiya masalalari bo'yicha taniqli advokat Mirakmal Niyazmatov javob berib o'tdi. Yuqoridagilardan xulosa qiladigan bo'lsak, lotereyali Green Card dasturi haqiqatan ham vaqtincha to'xtatilgan va bu vaqtinchalik cheklov qachongacha davom etadi va hattoki butunlay to'xtatilishi ham mumkinligi haqida bugun turli saytlar xabar tarqatmoqda. Biz esa voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Lotereyali Green Card dasturi bo'yicha o'zgarishlar bo'lganida albatta kanalimiz orqali birinchilardan bo'lib sizlarga ma'lum qilamiz. Navbatdagi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.